qaymoq yoki sariyog' surtib, issiqqina choy kofelar bilan maza qilib yeydigan shunaqa shirin nonlarni duxovkada pishiramiz. Iliq sutimizga tuz, shakar, droja, sariyog' yoki o'simlik yog'i solib, yaxshilab aralashtirib, elangan unimizni solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz do'mboqqina va yumshoqqina chiqishi uchun yaxshilab ishlov berib, bir savatga oshirishga qo'yamiz. Nonimiz yetilib chiqqandan keyin uni teng 2 ga bo'lib, 10 minut 15 minutga dam beramiz. 10 minutdan keyin xohlagan shaklimizga yoyib, nonpar bilan urib olamiz. Menda nonpar yo'qligi uchun men vilkadan foydalandim. Ustiga xohishga ko'ra tuxum sarig'iga sut qo'shib, surib olamiz va kunjutlar bilan bezatamiz. Oldindan qizitilgan duxovkamizga 200 gradusga pishirib olamiz. Pishishiga ozgina qolganda suv sepib yuboramiz. Shunda yaltirab, xuddi tandirda pishganday bo'lib chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, yaxshi ko'rgan dugonangizga yuborib, like bosib, podpiska bo'lib ketishni ham unutmang. Tez va oson tayyorlanadigan ishonchli retseptlar profilimda.